Assalomu alaykum uzumchilar, vatandoshlar, yurtdoshlar. Mana bugun sanamiz 7-iyun bo'ldi. Sanamiz 7-iyun. Hozir uzum bog'da bitta payvand natijalarini ko'rsataman. Juda ko'pchilik payvand qilgandan keyin bir hafta 10 kun kutadidagina payvand yurmadi deb shunaqa e'tiborsiz qoldiradi-da. Mana shu payvand bo'lganiga 1 oy bo'ldi mana. 28 kun to'ldi. Endi qo'zg'alyapti mana. Ba'zi payvandlar juda kech qo'zg'aladi-da. Shunga e'tiborsiz qoldirmash kerak, payvand yurmadi deb. Mana bunaqangi tanasidan chiqqanlarni yulib turish kerak. Eskitdan taydan ko'klab chiqqanlar bo'ladi mana, payvand yurmasa. Lekin 1 oy natijada ham yurib ketadi mana payvand. Ko'kka qora qilib ulangan, 9-mayda ulangan bu. Dubovskiy rozovый. Mana bu payvandimiz ham mana shudan payvand bo'lgan, mana ko'karayapti. Hosili ham bor. Takdan chiqqanlarni yulib tashlash kerak. Mana bu payvand ham ko'klagan, mana bu yoqdan chiqadi. O'shalarga e'tibor qilish kerak. Mana bu yerdan ham ko'karib chiqdi, mana eskini. Buni olib tashlaymiz mana. Mana hosili. Bular juda yaxshi o'syapti. 9-mayda payvand bo'lgan. Ratatouille o'zim. Mana bular yangi navlar mana. Pishishiga ham oz qoldi bu navlarning. Kishmish Simus degan kishmish, mana rangini qarangizlar. O'ta ajoyib darajada. Bu ham bir hafta 10 kunda pishib qoladi inshaalloh. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Sitrus mevalarining mazasi keladi. Holat. Mana bu payvandimiz. Mana iskana payvand bo'lgan. Erta boqildi. 8-martda men payvand qilgandim. Pashti mart qilingan bo'lsa, aprel, may, iyun. 3 oy bo'pti iskana payvand bo'lganiga. 3 oydan keyin ko'karayapti mana. Endigina qo'zg'alish boshlabdi mana. Keyinchalik ham yurib ketaveradi payvand. Buni bir hafta 10 kun kutib, payvand ko'karmadi deyish xato. Mana. Endi qo'zg'alib boshlabdi, lekin juda kuchli ketadi bu, tomiri baquvvat. 1 oyda o'zi 1 metr, 2 metr o'sib qo'yadi mana shu holatda. Mana bu payvandimiz ham mana shu yerdan payvand qilingan, mana shuncha o'sdi mana. Mana nishona hosili. Hosilchasi ham bor mana. Zarya Nesvitaya. Mana bu yoqlarda ham mana nishona hosillari bor. Mana bular endi ko'karayapti.